Qadrdonlar, o'zbekchasiga qumshuvoq bo'ladi. O'rischasiga nima bo'ladi? Ba'zi bir joylarda shtukaturka deyiladi, ba'zi bir joylarda shtukaturka deyiladi. Bilganlar kommentariyada yozib qoldiringlar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Ko'rib turibsizlar, ustakalarimiz yana bitta Fayzli xonadonga chiroyli qilishib, ro'p rosa 1 yil oldin shu vaqt qilib berishgan ekan. Ofshi 1000 kvadrat 1 oyda topshirishgan ekan obyekt. Obyektga javob, ya'ni ishlariga javob ekan 10 yildan beri mana shu ish bilan shug'ullanishar ekan. Qadrdonlar, mana Proyulaga qo'ysak ham, urilga qo'ysak ham vobshe zo'ridan bo'lar ekan. Xo'sh, 1 kvadratda agarda shunaqangi pishgan qishqa bo'ladigan bo'lsa, narxi 30 ming so'm Qo'qon territoriyasida, vodiy bo'yicha bo'lsa 35 ming so'm bo'lar ekan. Agarda siz uyingiz xom g'ishtda urilgan bo'ladigan bo'lsa, qadrdonlar, unga albatta setka to'qishadi ekan, ya'ni setka mixlashadi ekan. Akalarimiz 1 kvadratini 15 ming so'mdan setkani alohida olib berasizlar. Uni ichida shuvoq qiladigan bo'lsa, plus o'sha 30-35 ming so'mdan shuvoqni beryapti ekan. Kimga shunaqangi mutaxassis akalarimiz, ya'ni tajribali akalarimiz, ustakalarimiz ishlari kerak bo'ladigan bo'lsa, butun vodiy bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarni qo'yib qo'yganmiz. Bozor va biznes kanalidan chiqdim sizlar, zakonniylab bonuslarni qilib beradi.